Agar 5 ta so'z bilan o'zimni ta'riflasam, bu aytaylik pozitiv, ko'p gap, chaqqon, intiluvchan va mehnatsevar. Men yoshligimda aktyor bo'laman deganimda yoki san'atda bo'laman deganimda yo'q deyishardi menga. Bizani oilada aktyor yo'q. Litsey paytida beatboxni yana rivojlantirishni boshladim. Aytaylik, og'aynimga o'rgatdim. Har bir tadbirda chiqishni boshladik. Litsey tugatayotganimda adam uni yig'diladi. Xo'sh, o'g'lim xatga kirmoqchisan. Men san'at madaniyat institutiga kirmoqchiman. Mayli, bos. Institutda magistraturani ham bitirdim. O'zim xususiy teatrim bor hozirgi paytda. Kadr ortidagi aktyorlar bilan ko'proq ishlayman. Qayerga bormasam hozirman chiqaman, beatbox qilib beraman. Boksyor nima qiladi sahnaga chiqib degan savol bo'lganda. Bu savollar ko'proq musiqani tushunmaydigan odamlarda bo'ladi. Voy, nima bu? O'zi bilan pirt-pirt qilyaptimi? Menga katta ochilish bo'ldi. Jonli efirga o'tdingiz deshgandan keyin. Ichim yanada kuchga ko'paydi-da, ishonasizmi? Shuning uchun o'ylaymanki, jonli efirda yirtamiz. Menda zo'r yo'nalish bor edi. O'zbekistonga yoqadigan yo'nalish. Tayyorman. Mana yutaman. Bosamiz. Baxtiyor Raimjonov